jonli ijroni Jahongir Otajonov bilan aytishaveraman degan ekan. Shu rostmi aka? Mister Qahani bugun to'ylarga taklif qilib ko'ramiz. Nech pul baho aytar ekanlar? Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Qarg'a u asida qichqirib beun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qahramon To'xtasinovni nomeriga to'g'ri tushdimmi? Albatta, to'g'ri, albatta. Qahramon aka bezovta qildi, ming bor uzr aka. Yo, bezda bo'lganman. Kim bu? Men tanimayman, turibdan o'zingiz tanishib olasiz. Ha, aka, bizni internetlarda hech ko'z tushgan bo'lsa ko'rgansiz. San'atkorlarda to'y xizmatlariga, viloyatlarga nech pulga chiqadi degan bir kontentimiz bor. Umuman viloyatlar bo'yicha to'y xizmatlariga nech pulga chiqadi deb sizni o'zingizdan bilmoqchimiz. Sizni muxlislar juda ham ko'pchilik so'rayapti. Xullas, biz kommentariyalarimizda Mister Qahani chaqirib ko'ring, Mister Qahani bilib ko'ring deganlar ko'p bo'lyapti aka. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri o'zingizga chiqib qo'ya qoldik. Aka, Samarqandga nech pulga chiqasiz to'y xizmatiga? Hop, Samarqandga o'sha 1 soatga bo'lsa 1 oyga o'sha 1300-1400 urib beraveramiz. Aha. 100 ga bo'lsa 2, 1800 o'sha kelishib. Ya'ni nima qolmaymiz. Qarshilarga ham sizga bir zo'r qo'shiladi. Endi rasulga biz o'sha vodiydan boramiz biz. Ha. Vodiydan boramiz. Keyin bari jonli ijro, disketdan emas. Ha, disket. 1 soat, 2 soat, bir 20 soat qo'shilib aytiraveramiz. Shu kelishib nima qilmagan holatda og'rinib qolmasin. Fonogramma bo'lmaydi, faqat jonli ijro. Yo'q, umuman bo'lmaydi fonogramma. Umuman fonogramma barcha bo'lmaydi. Fonogramma borini aytibman, men san'atni shunga qochor endi boshqa bir ish qilaveraman egasi. Fonogramma bo'lmaydi bizda. Bundan keyin iloyim bo'lmasin. Fonogramma aytmaysan deyapti-yu, jonli qo'shiqlar bo'lar ekan, yaxshi. Bu ham bizga yaxshi. 3 ta ishlash bo'lsa 30 ta ishlash holatda, ana fonogramma aytgan qochor bolalar bular. Shuning uchun biz jonli uramiz, yigit. Savol. Aka, qarang, yana Angren, Ohangaron, Toshkent viloyatlariga. Elarga ham shu endi administrator siz men o'zim nima qilyapman, sizga to'g'ridan to'g'ri hisobda qo'yaman. 600, 700 ulardan kelish va cho'ntaga qarab jali o'rnib olish kerak. Ha. O'sha kelishib, aka, aka pulimiz bor desa, shunga qarab boraveramiz. Jali o'rnib olmaymiz. Endi biz do'radan tushamiz ko'proq pulni. Ha. Kelishadigan joylari bor, aka? Bor, biz jali pul nimalarga jali achapat nimalarni kelishib, yaxshi, chetu zo'r. Keyin yana Namangan aka, Namangan, Andijon, Vodiygachi, Farg'ona. Endi vodiy o'zimizniki, vodiy yana ham bir vodiylarga o'zimizga yana ham bir yo'llar bor. Endi hammasi u tomonlar uzoq, tog'dan